Bo'linish belgilari ikkinchi mavzuni davom ettiramiz. Birinchisi bu ikkiga bo'linish belgisi. Ya'ni ikkiga bo'linish belgisini qanday bilishimiz mumkin? Ikkiga bo'linishi uchun berilgan son bizga 3 xonali son, 4 xonali son farqi yo'q. Berilgan son oxirgi raqami juft bo'lsa, ya'ni oxirgi raqamlari nechilar bo'lishi mumkin? Juft raqamlar qaysilar? 0, 2, 4, 6 hamda 8. Ushbu raqamlar bilan tugasa oxirgi raqam demak 2 ga bo'linishini biz bilishimiz mumkin. 0 yoki juft bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, demak oxirgi raqami, ya'ni 2 xonali son, 3 xonali son, 4 xonali son farqi yo'q. Oxirgi raqami, ya'ni mana bu yerda 3 xonali son yozib olamiz. Bu yerda S, ya'ni oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 hamda 8 qiymatlarni qabul qilishi mumkin. O'shandagina berilgan sonimiz 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingisi demak 3 ga bo'linish belgisi. Berilgan son 4 xonali, 5 xonali yoki 10 xonali bo'lsa ham hammasini, ya'ni tuzilgan sonning barcha raqamlarini bir-biriga qo'shib chiqqanimizda 3 ga karrali son chiqsa, ya'ni 3 ga karrali deganda biz 3 ga bo'linadiganini nazarda tutishimiz kerak. Berilgan sonning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, demak berilgan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deb aytar ekanmiz. Ya'ni bu yerda nima nazarda tutilyapti? Ya'ni necha xonali son bo'lishidan qat'iy nazar, 3 xonalimi, 4 xonalimi, 5 xonalimi va hokazo necha xonali bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu yerga 4 xonali yozyapmiz. Raqamlar yig'indisi 3 ga karrali chiqsa bo'ldi. Demak, berilgan son 3 ga aniq qoldiqsiz bo'linadi ekan. Ya'ni raqamlar bu yerda A, B, C delar. Ularni qo'shganimizda 3 ga karrali son chiqsa, ya'ni 3k deb yozib olyapmiz. Demak 3 ga karraliligini bildirish uchun k bu yerda albatta natural son. Ya'ni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi degan ma'noda kelyapti. Keyingisi bu 4 ga bo'linishi. 4 ga bo'linishda demak berilgan sonning oxirgi ikkita raqami ikkalasi ham 0 bo'lsa, ya'ni oxirgi ikkita raqamning ikkalasi ham 0 yoki 4 ga bo'linadigan biror son bo'lsa, shu oxirgi ikkita raqam, ya'ni 4 ga bo'linsa, oddiy qilib aytganda 4 ga bo'linsa desak ham bo'ladi. Ya'ni nima demoqchimiz? Ya'ni oxirgi ikkita raqam deyilganda 5 xonali, 6 xonali yoki 10 xonali son bo'lishidan qat'iy nazar
faqat oxirgi ikkita raqami hisobga olinadi. Oxirgi ikkita raqami 0 bo'lsin. Mana bu yerda 4 xonali son yozyapman. Farqi yo'q. 5 xonali son bo'ladimi, 6 xonali son bo'ladimi? Hammasida oxirgi ikkita raqami 0 bo'lsa yoki masalan 3 xonali son oladigan bo'lsak, oxirgi ikkita raqam 0 bo'lsa ham, demak bu 4 ga aniq bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Yoki mana shu ikkita 0 o'rniga 4 ga bo'linadigan biror son kelsa, ya'ni o'sha oxirgi ikkita raqami 32 bo'lsa ham, demak berilgan sonimiz 4 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Ya'ni B04 bo'lsa ham, B40 bo'lsa ham, ya'ni 0440 4 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Demak berilgan son 4 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Keyingisi 5 ga bo'linish belgisi. 5 ga bo'linishi. 5 ga bo'linishini ko'rib chiqamiz. Berilgan son, ya'ni qandaydir son berilsa, boya aytib o'tganimizdek 5 xonali, 6 xonali, 3 xonali, 4 xonali farqi yo'q. Qanday son berilishidan qat'iy nazar, oxirgi raqami, ya'ni e'tibor beryapmiz, oxirgi raqami 0 bilan tugasa yoki 5 ga karrali, ya'ni 5 bo'lishi mumkin. Oxirgi raqami 5. 0 yoki 5 bo'lsa, demak berilgan son aniq 5 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 0 yoki 5 bilan tugasa, qisqacha qilib aytganda, berilgan sonning oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugasa, berilgan sonimiz 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ikki xonali sonni nazarda tutadigan bo'lsak, oxirgi raqam 0 bo'lsa, ya'ni A0 ikki xonali son ko'rinishida yozadigan bo'lsak, oxiri 0 bilan tugayaptimi? Demak, ushbu son 5 ga aniq qoldiqsiz bo'linadi. Yoki 25 ni misol qilib keltirishimiz mumkin. Yoki 30 ni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu ham 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxirgi raqam 5 bo'ladigan B5 ikki xonali son albatta. Va hokazo, xuddi mana shu tartibda davom etib ketaveradi. Keyingisi 6 ga bo'linish belgisi. Berilgan sonimiz bir vaqtning o'zida, ya'ni birdaniga demoqchimiz. Bir vaqtning o'zida birdaniga. Ikkiga ham, 3 ga ham bo'linsa, demak berilgan sonimiz 6 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Ya'ni biz bu bilan nima demoqchimiz? Masalan, oddiygina 3 xonali sonni oladigan bo'lsak, S bu yerda qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari faqat juft qiymatlar. Ya'ni 0, 2, 4, 6, 8 va hokazo. Mana shu yig'indi 3 ga karrali chiqsa, ya'ni S juft qiymatida yig'indimiz 3 ga karrali bo'lsa, demak 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bundan keyingisi 7 ga qoldiqsiz bo'lishi kerak edi, lekin 7 ga qoldiqsiz bo'linishi sharti og'irroq, shuning uchun 8 ga bo'linishga o'tib ketamiz. 8 ga bo'linish belgisi, 7 ga bo'linish belgisi u darajada ko'p tushmaydi. Shuning uchun biz u darajada demak ko'p ishlata olmaymiz. Ya'ni 7 ga bo'linish belgisi ozroq murakkabroq, ya'ni chalkashroq usulda, shuning uchun 7 ga bo'linishi berilmaydi. 8 ga bo'linishi demak berilgan sonning oxirgi 3 ta raqami nol bilan tugasa, ya'ni oxirgi 3 ta raqam 0 bo'lsa yoki shu oxirgi 3 ta raqami 8 ga karrali biror son bo'lsa, ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? 8 ga bo'linadigan biror bir son chiqsa, ya'ni berilgan son
8 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Shartni boshdan o'qiyman. Berilgan sonning oxirgi 3 ta raqami 0 bilan tugasa yoki 8 ga bo'linadigan biror son bo'lsa, berilgan sonimiz 8 ga aniq qoldiqsiz bo'linadi ekan. Ya'ni bu yerda biz 5 xonali sonni tanlab oladigan bo'lsak, oxirgi 3 ta raqamini mana 0 qilib yozdim. Ya'ni oxirgi 3 ta raqam 0 bo'ldimi, demak bu son aniq 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Yoki shu 3 ta 0 o'rniga biror bir son, ya'ni 8 ga bo'linadigan biror bir son qo'ysak ham, albatta 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni AB1 masalan 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linsa bo'ldi, demak bu 8 ga bo'linar ekan. 008 qo'ysak ham, 080 qo'ysak ham, 800 qo'ysak ham hammasi bir xil ketadi. Shuning uchun demak davom ettirib o'qimaymiz. Mana shu tartibda davom etarkan. Ya'ni oxirgi 3 ta raqam 0 bo'lsa yoki 8 ga bo'linsa, keyingisi bu 9 ga bo'linish belgisi. Ga bo'linishi uchun 3 ga bo'linish belgisini bir eslaylik-da. Qanday bo'lsa 9niki ham xuddi shunaqa. Faqat sharti berilgan sonning raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linsa, berilgan son demak 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 ta bo'linish qanday edi? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, demak berilgan son ham 3 ga bo'linadi deb aytardik. Endi bu yerda 9 ga degani uchun berilgan sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, ushbu son 9 ga qoldiqsiz bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni 3 xonali son tanlab oladigan bo'lsak, bu yerda ahamiyat yo'q. ABC turli xil raqamlar va bularning yig'indisi 9 ga karrali biror bir son chiqsa, ya'ni 9 ga bo'linadigan songa aylansa, berilgan son 9 ga aniq bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Keyingisi bu 10 ga bo'linish belgisi. Menimcha 10 ga bo'linishini hamma bilsa kerak. Ya'ni 10 ga bo'linishi uchun oxirgi raqami 0 bilan tugasa bo'ldi. Aniq 10 ga bo'linadi. Ya'ni 10, 20, 30, 40 va hokazo 500, 550, 1080 mana shu kabi sonlarning hammasi 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxirgi raqami 0 bilan tugayapti shuning uchun. Oxirgi raqam 0 bilan tugadimi? Demak berilgan son aniq 10 ga qoldiqsiz bo'linar ekan deb aytishimiz mumkin. 11 ga bo'linish belgisini ko'rib chiqamiz. Berilgan son 11 ga bo'linishi uchun shu sonning toq o'rnida turgan raqamlari bilan, ya'ni toq o'rnida turgan raqamlarni olib bir-biriga qo'shib chiqamiz. Toq o'rnida turgan raqamlar yig'indisi, toq o'rnida turgan raqamlar yig'indisi juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi, juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi. Teng bo'ladigan bo'lsa, berilgan sonimiz 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan.
Ya'ni bu bilan biz nima demoqchimiz? Ya'ni berilgan son necha xonali bo'lishidan qat'iy nazar toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi, ya'ni toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi deganda, masalan sizlarga oddiygina tushuntiraman. 6 xonali sonni oladigan bo'lsak, mana shu 6 xonali son juft o'rin qaysi, toq o'rin qaysi? Ba'zilar o'ylaydiki, juft son, toq son, qatnashgan juft sonlar, toq sonlar. Yo'q, juft son toq son emas. Juft bo'ladimi, toq bo'ladimi? Juft o'rinda turgan va toq o'rinda turgan degan ma'no boshqa narsa. Ya'ni birinchi o'rinda A turibdi, ikkinchi o'rinda B, uchinchi o'rinda C, to'rtinchi o'rinda D, beshinchi o'rinda E va oltinchi o'rinda F turibdi. Toq o'rinda turgan raqamlari, ya'ni birinchi, uchinchi, beshinchi o'rinda turgan raqamlar A, C va E. Bularning yig'indisi juft o'rinda turgan raqamlar B, D va F. Shularning yig'indisi ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, ya'ni toq o'rindagi va juft o'rindagi raqamlar yig'indisi teng chiqsa, berilgan son 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, Sardorxon Urfonxonov yangi kitobini ko'rib chiqamiz. Ya'ni yaqinda chiqarilgan kitob, matematika kursi kitobi. Anchagina yaxshi kitob. Demak, birinchi savol: qaysi son 2 ga qoldiqsiz bo'lmaydi degan yuqorida shartga ko'ra, demak 1114. Ya'ni oxirgi raqamni juft bo'lganda 2 ga qoldiqsiz bo'ladi. Qolgan variantlarni qarab chiqadigan bo'lsak, oxirgi raqami demak juft emas, shuning uchun 2 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Demak, ajoyib. Ikkinchi savolimiz: qaysi son 2 ga qoldiqsiz bo'lmaydi? Bu ham xuddi shunaqa. Oxirgi raqam juft bo'lsagina 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi savol: qaysi son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi? Ya'ni raqamlar yig'indisini qo'shib chiqqanda 3 ga qoldiqsiz bo'linyaptimi? Berilgan son aniq 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda 3, 1, 2, 6 raqamlarni qo'shib chiqargan bo'lsak, javobdagini 12. Demak 3 ga qoldiqsiz bo'linyapti va javob 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, qolganlarning raqamlar yig'indisi 3 da karrali son bo'lmayapti-da, 3 ga karrali sondan farq qilyapti. Shuning uchun 3 ga qoldiqsiz bo'linmaydi deb aytib ketishimiz mumkin. E'tibor beramiz, keyingi savolda ham xuddi shunaqa. Raqamlar yig'indisini qo'shib chiqqan paytimizda 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, chiqqan natija demak berilgan son ham 3 ga qoldiqsiz bo'ladi. Ya'ni 3 da 2 6, 6 ga 3 ni qo'shsak 9. B javob. 3 ga bo'linmagani uchun demak berilgan son ham 3 ga bo'linadi deymiz. Keyingi savolimiz ham xuddi shunaqa, yuqoridagidek ko'rib chiqqanimizdek, oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, demak 4 ga bo'linadi deymiz va C javob chiqar ekan. Keyingisida A javob chiqadi. Qolganlariga e'tibor bersak, oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linmayapti, shuning uchun demak bo'linmaydi deb aytishimiz mumkin. Keyingisiga e'tibor beramiz. Oxiri 5 bilan tugasa, demak 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Shuning uchun D javob. Keyingisi, qaysi son 5 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bunda ham xuddi shunday, oxirgi raqam 5 bo'lsa, bo'ldi. Qolganlariga demak, qolgan variantlarga qarashimiz ham shart emas. Oxirgi variantda demak oxirgi javobda e'tibor berayotgan bo'lsak, oxirgi raqami 5 bilan tugayapti. Shuning uchun A javob bo'ladi. Keyingisida qaysi son 6 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. 6 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun 2 ga ham 3 ga ham bo'linishi kerak edi. Raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. 3 ga bo'linyaptimi? A javobda bo'linyapti. Qolganlarning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmaydi. Shuning uchun A javob to'g'ri deb olamiz. Ya'ni B javobda raqamlar yig'indisi 13 chiqdi. C javobda raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 10 chiqib qoladi. Va D javobni oladigan bo'lsak, raqamlar yig'indisi 13 chiqyapti. Qoida bo'yicha ishlab ketyapmiz. Keyingisi ham xuddi shunaqa bitta misol. Raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsin, oxirgi raqam esa juft bo'lsin degan shart bo'yicha. Ya'ni 6 ga bo'linishi uchun 2 ga ham 3 ga ham bo'linishi kerak edi. 14 bo'linmaydi, 16 bo'linmaydi. Biz raqamlar yig'indisini hisoblayapmiz. C javobdagi raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 15.
raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linyapti. Oxirgi raqami ham juft, demak C javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Keyingisida qaysi son 8 ga qoldiqsiz bo'linadi? Albatta, oxirgi 3 ta raqami 0 bo'lsin yoki 8 ga bo'linsin deb boshida aytib o'tib ketgandek, demak shu shart bo'yicha ishlayapmiz va A javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimizda ham qaysi son 8 ga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beribdi. Birinchisi 234 oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linmayapti, keyingisi 8 ga bo'linmayapti va 416 8 ga bo'lingani uchun demak C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz demak quyidagi berilgan sonlardan qaysi biri 2 ga bo'linadi? Ya'ni 2 ga bo'linish belgisini eslaylik-da. Oxirgi raqami juft bo'lsa bo'ldi. Qolganlariga qarashimiz shart emas. B javobga to'g'ri kelyapti. Keyingisi quyidagi berilgan sonlardan qaysi biri 3 ga qoldiqsiz bo'ladi? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadimi? Demak bo'ldi. Qolgani raqamlar yig'indisi bo'linmayapti. N va N. Ikkalasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linyapti, qolganlar bo'lmayapti. Keyingisida oxirgi 2 ta raqami 4 ga bo'linsa, demak berilgan son 4 ga bo'linishi kerak edi. Shuning uchun ham demak N to'g'ri, M to'g'ri va K to'g'ri. Bu yerda bo'linmaydi. Quyidagi berilgan sonlardan qaysi biri 5 ga bo'linadi? Oxirgi raqami 5 bo'lsa, bo'l yoki 0 bo'lishi kerak. M va P B javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz 2 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Quyidagilardan qaysi biri 2 ga qoldiqsiz bo'linmaydi? Ya'ni 2 ga bo'linmasin degan savol kelyapti. D javobi albatta 2 ga bo'linmaydi. Qolgan hammasiga e'tibor bersak, oxirgi raqam juft 2 ga bo'linib qolyapti. Keyingisida qaysi son 3 ga qoldiqsiz bo'linmaydi? Raqamlar yig'indisini qo'shamiz, 3 ga bo'linmaydigan demak to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerda raqamlar yig'indisini qo'shsak, hozir 19 bo'lyapti. 3 ga bo'linmay qoladi. Qolganlar hammasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadi. Keyingisida oxirgi 2 ta raqami 4 ga bo'linmasa, demak son bo'linmaydi deb qo'yamiz. Keyingisida hammasi e'tibor bersak 5 va 0 bilan tugayapti. Shuning uchun 21 bo'lgan oxir 1 bilan tugagani 5 ga qoldiqsiz bo'linmaydi ekan. 21-savolimizda n ning qanday qiymatlarida 2 ga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beribdi. N e'tibor bersak juft raqam bo'lishi kerak dedik shunchaki. Oxirgi raqami juft bo'lsa bo'ldi 2 ga qoldiqsiz bo'linish uchun. 0 2 4 6 8. Bu D javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz n ning qanday qiymatlarida 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beribdi. Raqamlar yig'indisini hisoblab ko'ramiz. 7 1 n. 3 ga qoldiqsiz bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak edi. Ya'ni 8 plus n. 8 ga 1 ni qo'shsak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. 4 ni qo'ysak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi va 7 ni qo'ysak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. B javobga to'g'ri kelyapti degan. Keyingisi n ning qanday qiymatlarida 4 ga qoldiqsiz bo'linadi? 4 ga bo'linish uchun oxirgi 2 ta raqami 0 bo'lishi kerak edi eslasak, yoki 4 ga bo'linadigan biror bir son bo'lishi kerak edi. N o'rniga shu yerda 0, 4 hamda 8 raqamini qo'ya olamiz. Qolgan hollarda 4 ga bo'linmaydi. C javob. 5 ga qoldiqsiz bo'linish uchun keyingi savolimizda oxirgi raqami yoki 0 yoki 5 bo'lishi kerak edi. Shuning uchun A javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolimiz 147 ga 3x2 3 xonali son qo'shilganda 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. X ning eng kichik qiymatini topishimiz kerak.
Ya'ni bularni qo'shib olgan taqdirimizda 4 plus x o'rtada bo'ladi. Demak, shu raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. 3 ga bo'linish uchun xo'p 17 qo'shilgan x. Ya'ni x ni o'rniga eng kichik qiymat tanlashimiz kerakki, berilgan son 3 ga bo'linishi kerak. Eng kichik qiymati bu albatta 1. 17 ga 1 ni qo'shsak 18. Bu 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi savolimizda ham xuddi shu misolning o'zginasi. Raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. 3 ga 6 9, 1 ga 1 2, 9 ga 2 11, 11 ga 2 13, 13 ga eng kichik 2 ni qo'shsak, o'shandagina demak 3 ga qoldiqsiz bo'ladi, ya'ni 15 bo'lib qoladi. X ni o'rniga 2 qo'yishimiz kerak. C javobga to'g'ri kelyapti. 2 va 5 qo'yishimiz mumkin ekan. Bu yerda javobda 2 bo'lganligi uchun demak 2 degan javobni olamiz. Chunki bizdan eng kichik qiymatni so'rayapti. Keyingi savol, raqamlar yig'indisi 29 chiqyapti. Eng katta qiymatini toping. 7 qo'ysak 36 bo'ladi va demak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingisi, berilgan son quyidagilardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Buni avval biz raqamlar yig'indisini bir tekshirib ko'raylik-da. Raqamlar yig'indisini qo'shib hisoblayotgan bo'lsak, demak 11 4 15 20 28 36. Ya'ni hammasini qo'shganimizda raqamlar yig'indisi 36 chiqyapti. Berilgan son demak aniq 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu yerda 6 belgilasak xato bo'ladi. Sababi har qanday son ham masalan bo'lingani bilan ikkita variant bor deb o'ylashingiz mumkin, lekin aniq qoldiqsiz bo'linadiganini so'rayapti. Shuning uchun biz burada 3 ni belgilab ketishimiz kerak. Keyingisi, oxirgi raqamiga qarasak 2 ga bo'lmaydi. Shuning uchun ham 3 ni belgilayapmiz. Yana shoshilib 6 ni belgilab ketsak xato bo'ladi. Keyingisi 5, keyingisi burada 4 ga qoldiqsiz bo'linishi aniq, chunki oxirgi ikkita raqam 96 bo'lyapti. Keyingisida raqamning yig'indisini qo'shib hisoblayotgan bo'lsak 3 ga karrali son va 3 ga qoldiqsiz bo'linyapti. Keyingi savolimizda sonlardan nechtasi 6 ga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beribdi. Raqamning yig'indisi 3 ga, oxirgi raqam esa 2 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak edi. Xo'p, birinchisi 6 ga bo'linadi, ikkinchisi bo'linmaydi, uchinchisi bo'linmaydi. To'rtinchisini tekshirsak umuman bo'linmaydi. Beshinchisi va oltinchisi aniq bo'linadi. Demak 4 ta son qoldiqsiz bo'linar ekan. Keyingisi, sonlardan nechtasi 6 ga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beribdi. Tekshirib ko'rishimiz kerak. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan bo'lsin. Ikkinchi son raqamlar yig'indisi 9 bo'linadi. Uchinchi sonimiz bo'linadi. 12 ga teng raqamlar yig'indisi. Keyingisi aniq 3 ga bo'linishi turibdi. Oxirgi raqam esa juft o'tirib, demak 2 ga bo'linadi. Keyingi sonimiz bo'lmaydi, keyingisi bo'linadi. Demak, bunda ham jami 4 ta. Keyingi savolda 6 ga qoldiqsiz bo'linadiganlar nechta deb savol beribdi. Buni ham xuddi shunday tekshirib ko'ramiz. Oxirgi raqam juft bo'lishi kerak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Birinchisi bo'linmas ekan, ikkinchisi ham bo'linmas ekan, uchinchisi demak raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 3 ga bo'linadi, oxirgi raqam juft, shuning uchun 6 ga bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Keyingisi raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 3 ga bo'linmay qoladi, lekin 2 ga bo'linib turibdi. Xo'p, keyingi savolimiz 8 1 70 76 qo'shadigan bo'lsak 22 ga bo'linmas ekan va oxirgisi bo'linar ekan 2 ta. Keyingi savolimiz sonlardan nechtasi 12 ga qoldiqsiz bo'linadi deb savol beribdi. Bu yerda 12 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun 3 ga ham 4 ga ham bo'linishi kerak va bularning ichida o'rtadagi 3 tasi demak bo'linar ekan 12 ga. Keyingisi ham xuddi shunday. Raqamlar yig'indisini qo'shib ko'ramiz. 3 ga bo'linadigan son chiqishi kerak va bundan tashqari oxirgi raqami
oxirgi ikkita raqam 4 ga bo'linishi kerak. Bir vaqtning o'zida 4 ga ham 3 ga ham bo'linadi, ya'ni 12 ga bo'linadi. Va bu yerda 942 12 ga bo'linadi. 844 bo'linmaydi. 852 ni hisoblab ko'radigan bo'lsak 3 ga bo'linadi. Demak, oxirgi raqam juft 52 4 ga bo'linadi. Shuning uchun 2 ta degan javob bo'ladi ekan. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Ichkarida 4 ta chiqadi. Keyingisi 15 ga qoldirib bo'linadiganlari ichida 3 ta ekan. Sonlardan nechtasi 15 ga qoldirib bo'linadi. Bitta buning uchun raqamlar yig'indisini 3 ga bo'linadigan qilib va oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugaydigan qiladigan sonlarni tanlab olishimiz kerak ekan. Xo'p, bulardan bu narsa raqamlar yig'indisini hisoblayotgan bo'lsak, demak 3 ga bo'linadi ekan. Shuning uchun buni olamiz va biz olmaydi. Demak, bitta degan javob bo'lar ekan. Keyingi savolimizda sonlardan nechtasi yana 15 ga qoldirib bo'linadi? Shular ichidan 4 tarasi ham demak 15 ga qoldirsiz bo'linar ekan. Qaysi son 20 ga qoldirsiz bo'linadi? 20 ga qoldirsiz bo'linishi uchun 4 ga ham 5 ga ham bo'linishi kerak. Ya'ni bir vaqtning o'zida 4 ga ham 5 ga ham bo'linadigan, faqat 32 kara 55 deb javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz 24 bir vaqtning o'zida 3 ga ham 8 ga ham bo'linsin. Ya'ni 21 3 ga bo'linadi, 32 8 ga bo'linadi. Va bizda javobga to'g'ri kelyapti. 44-savolimiz bir vaqtning o'zida 4 ga ham 9 ga ham bo'linadiganini qidirishimiz kerak. Demak, bu 3/12 deb yozib olsak ham bo'ladi. Ya'ni 3 ga ham 12 ga ham bo'linadigan desak ham bo'ladi yoki 9 ga va 4 ga aniqroq qilib aytganda, demak 9 ga ham 4 ga ham bo'linadigan sonlar 36 ga bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun 52 kara 36 bo'ldi. Keyingisi 36 kara 15, keyingisi 245 ko'paytirilgan 32 demak, chunki 4 kara 5 bo'lyapti. Keyingisi ham A javob, keyingisi D javob. Demak, 36 ga bo'linishi uchun 9 va 4 dedik. Keyingisi 45 ga qoldirsiz bo'linishi uchun 9 va 5 ga birdaniga bo'linishi kerak. 9 ga ham 5 ga ham bo'linadigan sonni qidiryapmiz. C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi 50-savolimizda yozuvda yulduzchaning o'rniga shunday son qo'yingki, hosil bo'lgan son 45 ga qoldirsiz bo'linsin deyapti. Bir vaqtning o'zida 5 ga 9 ga bo'linishi kerak. Buning uchun biz 9 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisini 5 ga bo'linish uchun esa oxirgi raqam o'zi 0 turibdi, yaxshi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadigan biror bir son tanlasak bo'ldi. Demak, raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. 3 ga 4 7, 7 ga 7 14. Demak, 14 qo'shuv yulduzcha. 14 ga nechini qo'shsak 9 ga bo'linadigan son chiqadi. Ya'ni yulduzcha o'rniga 4 qo'ysakgina 18 chiqib 9 ga bo'linadi. Va C javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimiz yozuvda yulduzcha o'rniga nechta raqam bilan almashtirilganda hosil bo'lgan son 20 ga qoldirsiz bo'linadi. Va hokazo sonlar. Demak, keyingi savolga o'tib ketaman. 5 xonali son 18 ga qoldirsiz bo'linsa, x minus y ning eng kichkina qiymatini toping degan savol berilyapti. 5 xonali son 18 ga qoldirsiz bo'linishi uchun oldin nimani bilishimiz kerak? Bir vaqtning o'zida 9 ga va 2 ga bo'linishini bilishimiz kerak. Demak, hisoblab ko'ramiz. Mana bu berilgan raqamlar yig'indisi demak 9 ga bo'linsa, berilgan sonimiz oxirgi raqam juft bo'lsa albatta, ya'ni 0 2 4 6 8 ni yozib oldik. Berilgan sonimiz 18 ga qoldirsiz bo'linar ekan. Ya'ni y 0 qiymat qabul qilgan paytda x imiz 4 bo'lar ekan. Endi 4 dan 0 ni ayiradigan bo'lsak 4 chiqib qoladi. Shuning uchun demak 4 degan variant yo'qligi uchun 4 va 0 olinmaydi. Keyingi marta ishlaganimizda demak endi y ni o'rniga 4 bo'lganda x imiz
0 chiqadi. Eng kichik qiymati mana shu yerda. Mana shu yerdan foydalanib topamiz. 0 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, -4 chiqadi-da va bizda B javobga to'g'ri keladi. Keyingisi ham xuddi shu tipdagi savol. Ya'ni 6220 xy, ya'ni 6 xonali son, 5 xonali son. 5 xonali son deb yozib yuboribdi. Demak, 20 ga qoldiqsiz bo'linsa. Endi bu yerda hozir 6 xonali son turibdi. Bunga chalg'imaymiz, shartiga biz 6 xonaliligicha ishlab ketamiz. X, Y oddiy raqamlar. Y minus X ning eng kichik qiymati bu 0 ayrilgan 8 minus 8 ga to'g'ri keladi. Xuddi yuqoridagidek misol. Ya'ni bu yerdan Y nega 0 ga teng deb savol bersangiz, 20 ni o'zi 4 ga va 5 ga bo'linish kerak edi. Demak, Y oxirgi raqam bo'lgani uchun 0 yoki 5 bo'lish kerak. 20 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun esa 5 bilan tugamasligi kerak. 2 bilan 4 bilan tugashi kerak. Oxirgi ikkita raqam 0 bo'lishi kerak edi. Shuning uchun demak 0 bo'lishi kerak yoki 4 ga bo'linishi kerak edi. A javobga to'g'ri keldi. Keyingisida Y-imiz 2 bo'lgan paytda necha bo'ladi? 6 bo'lgan paytda necha bo'ladi? Y ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni biz yozyapmiz. Ya'ni 4 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. 32, 36 va hokazo. Boshqasi bo'linmas ekan. 32, 36 4 ga bo'linar ekan. Shuning uchun Y o'rniga 2 bilan 6 ni oldik. Endi X ni biz hisoblab ko'ramiz. Raqamlar yig'indisini qo'shib chiqdik. Demak, 2, 5, 7, 3 ni qo'shsak 10 plus X, Y. Bergan sonimiz 9 ga bo'linishini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni Y 2 bo'lgan paytda X'imiz 6 degan qiymatni qabul qilar ekan. Y'imiz 6 bo'lgan paytda esa X'imiz 2 degan qiymatni qabul qilar ekan. Eng kichik qiymat deganda kichikdan kattani ayirganimizni nazarda tutishimiz kerak. Demak, 2 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak -4. B javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolimiz 45 ga qoldiqsiz bo'linsin debdi. 45 ga qoldiqsiz bo'linish uchun biz bilamiz 9 ga va 5 ga birdaniga bo'linishi kerak. Ya'ni Y bu yerda 0 yoki 5 qiymat qabul qiladi. Boshqasini qabul qilmaydi, chunki 9 ga va 5 ga bo'linsin deb shart berdik. Endi raqamlar yig'indisini qo'shib chiqadigan bo'lsak 6, 2, 8. Hop, 8 ga 1 9, 5 ni qo'shsak 14, 14 plus X plus Y. Shu son 9 ga bo'linishini tekshiramiz. Ya'ni Y 0 qiymat qabul qilgan paytda X'imiz 4 qiymat qabul qiladi. Y'imiz 5 qiymat qabul qilgan paytda esa X'imiz 19 8. X'imiz demak 8 degan qiymatni qabul qilar ekan. Endi bu yerda 8 dan 5 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak 3 degan javob chiqadi. A javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savol, e'tibor bering. N ning eng kichik qiymatida 33 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu degani 33 ga qoldiqsiz bo'linadigan eng kichik son degan. 33 ga qoldiqsiz bo'linadigan eng kichik son esa 33. Va bu yerdan bilishimiz mumkin. 2 ni darajasi haqida gap ketyapti. Demak, plus 1. Ya'ni 33 dan 1 ni ayiramiz. 32 chiqadi. 2 ning indeks 32, n barobar 5. Ya'ni eng kichik qiymati 5 bo'lishi kerak ekan. Keyin esa davom etib ketaveradi va hokazo. Keyingi sonimiz ham xuddi shunaqa 83 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun berilgan son 83 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 81 qo'shib 2. 3 ning nechinchisi 81 bo'ladi albatta. Eng kichik daraja degani uchun 4-inchisi 81 bo'ladi. Keyingisida 65 ga qoldiqsiz bo'linish uchun bu ham xuddi shunaqa 64 plus 1 deb yozib olamiz, chunki eng kichik qiymat so'rayapti. Demak 4 ni kubi, ya'ni 3-daraja bo'lishi kerak ekan. Keyingisida esa kvadrat, ya'ni 25 qo'shib 7 32 ga teng bo'ladi. Shunday hisoblab ketamiz.
va mulohazalar berilibdi. Ana o'qib ko'ramiz. 10 ga va 2 ga bo'lingan har doim berilgan son har doim 20 ga bo'linadi debdi. Ajoyib to'g'ri. Qolganlarga e'tibor bersak, bir 11 bo'lib ikkinchisi 11 bo'linmasa, ularning ham 11 ga bo'linmaydi. Bu xato. Serbiya xato ekan demak. Keyingisida tejovga to'g'rida raqamli yig'indisi 3 ga bo'lingan son 6 ga ham bo'linadi. Albatta oxirgi raqam juft bo'lsa. Demak, ikki qo'shimchadan biri 11 ga bo'linib, ikkinchisi ham 11 ga bo'linsa, demak ularning ikkinchisi ham 11 ga bo'linadi. Natural sonlar uchun quyidagi qaysi biri to'g'ri? Biz to'g'risini so'rayapti. Javobga to'g'ri keladi. 10 ga bo'lingan son 5 ga ham bo'linadi. 66 ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 3p-3 soni 1 ga, 3 ga, 6 ga va 18 ga qoldiqsiz bo'linsa, p ning eng kichkina qiymatini toping. Ya'ni p ning eng kichkina qiymatini bu yerdan qanday topamiz? Ya'ni 1, 3, 6, 18 uchun ekukini topamiz. Uchalasiga ham, to'rtalasiga ham bo'linadigan eng kichik sonni qidirib topsak va o'shanga olib borib tenglasak, p ning qiymatini topishimiz mumkin. O'shandagina eng kichik qiymat chiqadi. Ya'ni ekuki 1, 3, 6, 18 ning ekuki biz bilamiz, eng kattasi demak bo'linsa, eng kattasi bu yerda ekuk bo'ladi 18. Demak, 3p - 3 ni 18 ga tenglashtirishimiz kerak. Eng kichik qiymat so'ralganda albatta 18 ga tenglashtiradigan bo'lsak, hop 3p teng demak 21. p ning qiymatini topadigan bo'lsak 7 chiqar ekan. Eng kichik qiymati bu 7 ekan. O'shandagina to'rtalasiga ham qoldiqsiz bo'ladi. Keyingi savolimiz ham xuddi shunaqa. Ekukini topadigan bo'lsak, ekuki bular uchun 20 ga teng va 5p - 5 ni 20 ga tenglashtiramiz. Bu yerdan p barobar 5 ekanligini topishimiz mumkin. Keyingisi ham xuddi shunaqa, demak ekuki 24 B-qotsa 33, 3 ga bo'ladigan bo'lsak 11 chiqadi. Keyingisi ham demak ekuki 1, 2, 4, 5, 25 uchun 100 ga teng va 5p + 80 ni 100 ga tenglashtiradigan bo'lsak, 5p bu yerda 20 ga tengligini ko'ramiz. P barobar demak 4 chiqar ekan. Eng kichik qiymati 4 ekan. Va quyidagi sonli ketma-ketliklardan qaysilari tub sonlardan iborat? Ya'ni tub son degani faqat o'ziga va birga bo'linishi kerak edi. 0 tub son emas, biz bilamiz. Shuning uchun birinchisi chiqib ketadi, ikkinchisida 1 xalaqit qilyapti, bir ham chiqib ketadi, chunki bir tub son ham murakkab son emas. Uchinchisida demak 9 buzib qo'ydi murakkab sonligi uchun. To'rtinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi to'g'ri, demak 4 to'g'ri. Beshinchisida esa 381 buzib qo'yadi, sababi u bo'linib qoladi. Shuning uchun faqat 4. Videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang.